Professor Gay navbatma-navbat hammani chiqara boshladi. Oxirida Shiori va Dante qoldi. Birinchi Dante chiqdi va o'z sehrini ko'rsatdi. Professor Gay: yaxshi Dante, bu juda ajoyib. Oqsaharganlar kam uchraydi va juda kuchli bo'ladi. Joyingga o'tirishing mumkin. Shiori: endi sening navbating. Dante joyiga o'tiradi. Shiori esa doskaga chiqadi. Shiori: Professor Gay: Professor, men sehrimni ko'rsatishim shartmi? Professor Gay: ha, shart. Bo'la qol. Shiori chuqur nafas oladi va qo'liga qora olovni to'playdi. Uni qora sehrdan foydalana olishini ko'rgan sinf unga hayrat ko'zi bilan qaraydi. Professor Gay: qora sehrmi? Bu sehr boshqa sehrlarga qaraganda boshqarish qiyin. Qora sehrni boshqarishda ehtiyot bo'l. Tushunarlimi, Shiori? Shiori: xo'p, professor, deydi va o'tirgan joyi tomon yura boshlaydi. Shiori ichida: professor, menga qora sehr haqida og'iz ochmang. Oldingi hayotimda iblislar hukmdori bo'lganimdan so'ng qora sehrdan yaxshi foydalana olaman. Shiori o'z joyiga qaytib kelayotganida sinfdagi muhit butunlay o'zgargan edi. O'quvchilar pichir-pichir qilishni boshlashdi. Ba'zilar qo'rquv bilan, ba'zilar esa katta qiziqish bilan qarar edi. Dante Shiori yoniga o'tirishi bilan hayajonlanib: Shiori-san, bu dahshatli edi. Sening oloving shunchaki olov emas, u go'yo tirikdek ko'rinadi. Professor ham hayron qoldi. Sen buni qayerda o'rganishga ulgurding? Shiori sokinlik bilan, lekin ichida sobiq iblislar hukmdori ekanligi haqida o'ylab, mag'rur jilmayib: men senga aytdim-ku, Dante, kitob o'qish foydali deb. Bu shunchaki mashq natijasi. Sen ham o'z ustingda ishlasang, oq sehring bilan dushmanlarni hayratda qoldira olasan. Professor Gay Shiorini kuzatar ekan, uning nigohida shubha va xavotir bor edi. U ko'p yillik tajribasiga tayanib, bu yosh qizning qora sehri boshqarishi shunchaki iqtidor emas, ulkan tajriba ekanini sezgandek bo'ldi. Professor Gay ichida: bu qiz. U olovni shunchaki xotirjam nazorat qildiki, go'yo u ming yillardan beri shu sehr bilan yashayotgandek. Sodiqjon oilada bunday kuch chiqishi mumkinmi yoki bu yerda boshqa sir bormi? Dars tugagach, Dante va Shiori maktab bog'iga chiqishdi. Dante: Shiori-san, darsda professor seni ogohlantirdi, lekin men senga ishonaman. Agar qora sehring seni qiynab qo'ysa, mening oq sehrim seni doim tinchlantira oladi va buni unutma. Shiori Dantening bu samimiyligidan biroz hayron qoladi. Sobiq iblislar hukmdori sifatida u hech qachon bunday mehribonlikni ko'rmagandi. Sening oq sehring haqiqatan ham u juda iliq, lekin ahmoqlik qilma, Dante. Men o'z kuchimni nazorat qila olaman. Yaxshisi, kelajakdagi darslarga tayyorlan, chunki haqiqiy sinovlar hali oldinda. 6-qism tugadi.